Assalomu alaykum Yoqub payg'ambar. Yaratganning xabarchisi, vahiy farishtasi, xush kelding. Yusufimdan ayrilgach, nima holga tushganimni ko'ryapsanmi? Ko'zlarimga nima bo'lganini ko'ryapsanmi? Yusufni kim yaratdi va ulg'aytirdi Yoqub? Butun olamning yaratuvchisi va parvardigori bo'lgan ulug' Xudo. Yusufdan boshqa yana nechta bolang bor? Qizim Dina bilan birga 12 bolam bor. Bag'ringda 12 ta o'g'ling bo'la turib, ular uchun o'zingni tamom qilyapsanmi, Yoqub? Ularning hech biri Yusufning o'rnini bosa olmaydi. Yusufning tengi yo'q. Tengsiz bo'lgan zot faqat yaratgan. Yusuf ham yaratganga tutilgan bir oynadir. Butun yaralmishlar yaratganning tajallisi va san'atini ko'ruvchi ko'zgudir. Ammo yaratganga ont ichamanki, shu kundan e'tiboran har ikkisidan ham kechdim. Hammasini o'rniga menga yaratgan yetadi. Har bir azobdan so'ng bir rohat keladi. Bu azob va sen tortgan dard rohatning boshlanishi bo'lishi mumkin. Ayriliq va hijron nihoyasiga yetadi. Didor kuni yaqin keladi.